Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlarga bizning faoliyatimiz haqida to'liqroq ma'lumot bermoqchiman. Chunki ko'pgina ayollarimiz, qolaversa viloyatlardan keladigan patsientlarimiz, mijozlarimiz qiynalishadi. Instagramga kirib ma'lumot qidirishar ekan. Har doim joylashgan joyimiz, faoliyatimiz, muolajalarimiz, ko'rsatadigan xizmat turlarimiz va muolajalarga yozilish, qolaversa umuman kosmetologiya haqida, ya'ni biz bajaradigan muolajalar haqida umumiy ma'lumot qidirishadi va shu borada juda ham ko'p savol keladi. Demak, birinchi navbatda men Nodira Yakubova 10 yillik tajribaga ega kosmetologman. Toshkent shahrida o'z faoliyatimni olib boraman. Boshqa viloyatlarda yoki boshqa davlatlarda umuman muolajalar amalga oshirmayman. Demak, muolajalarimiz yillar davomida shunga harakat qilganmanki, yillar davomida o'z mualliflik muolajalarimni yaratishga harakat qilganman. Chunki har doim xohlaganman mijozlarimiz, ya'ni patsientlarimiz bitta muolaja bilan a'lo darajadagi natijaga erishishi. Ya'ni viloyatdan keladigan mijozlarimiz uchun doimiy qatnash qiyin bo'lgan mijozlarimiz uchun 3 oyda, 6 oyda bir keladigan muolajalar ustida ishlaganman va alhamdulillah shunday muolajalarni yaratdim. Bu qanday muolajalar? Birinchi navbatda korolevskaya chistka, ikkinchisi avtorskiy kokteyl, uchinchisi litso под ключ, to'rtinchisi bu korolevskaya chistka va dermapen muolajasi va oxirgi paytlarda eng mijozlarimni eng yaxshi ko'radigan muolajalardan bittasiga aylangan bu full face muolajasi. Bu muolajalarning texnikalari, bu muolajalarning ichida ishlatiladigan, qo'llaniladigan preparatlar barchasi o'zim tomonimdan yaratilgan desam ham bo'ladi. Ya'ni tajribalar qilishim asosida bu muolajalarim yaratilgan. Boshqa kosmetologlarnikiga o'xshamagan muolajalar qilishni xohlaganman va shunday muolajalarni alhamdulillah o'ylab topganman. Demak, muolajalarimizga yozilish uchun nima qilish kerak? Muolajalarimiz necha yoshdan boshlab qilish mumkin? Necha yoshgacha? Qaysi manzilda faoliyatimizni olib boramiz? Muolajalarimizni 15 kerak bo'lsa 10 yoshdan ham chistka muolajalarimizni amalga oshirishimiz mumkin. Albatta, patsientimiz ko'rikka kelgandan keyin joyida bu narsa yana ham to'liq ma'lumot beriladi. Muolajalarimizga yozilish uchun Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizda yana ham to'liq ma'lumotlar bor. Administratorlarimizning Instagram shapchkasida administratorlarimizning kontaktlari bor. Gruppaga ссылка berganmiz, gruppaga o'tishingiz mumkin va pozvanit tugmasini bossangiz to'g'ridan to'g'ri administratorga ulanishingiz mumkin va muolajaga yozilishingiz mumkin. Muolajalarga konsultatsiya qilinmasdan ham kelish imkoniyati bor. Chunki joyida yuz teringizni ko'rib turib, sizga qanday muolaja kerakligi, sizga nechta muolaja kerakligi va qaysi muolaja to'g'ri kelib, to'g'ri kelmasligini, uy sharoitida qanday mahsulotlardan foydalanish kerakligini va tartiblarini ketma-ketligini ham joyida muolaja jarayonida o'rgatib boraman. Demak, manzilimiz Toshkent shahri Mirobod tumanida joylashganmiz. Klinikamiz nomi Nodira Yakubova Cosmetology. Klinikamizni aniqroq lokatsiyasini topish uchun, bilish uchun va oson bizga yetib kelish uchun navigatorda Nodira Yakubova Cosmetology deb yozsangiz bas. Demak, barcha ma'lumotlarni berdim deb hisoblayman. Qolgan ma'lumotlarni esa administratorlarimdan olishingiz mumkin. Muolajalarimizga qo'rqmasdan, ikkilanmasdan kelishingiz mumkin. Doim eng asosiysi tabiiy go'zal bo'lib yurishingizni tarafdoriman. Nodira Yakubova sizning xizmatingizda.